Döksümüzü davamlaştırmamız hürmetli vatandaşım. Mavzumundaq. Beijing bir keçide yaxşılıqqa yamanlıq qıldı. Yaponiya armiyası Senkaku aralığı çıkıdı. Mavzulu xabar 8. ayının 13. gün Dovitor beti elan qılındı. Xabar mundaq başlandı. Yaponiya matbuatı mundaq görsətdi. 8. ayının 11. günü Jungo bilikçi kemelleri Senkaku aralı su yüzüde Gretsiyanın kemisi bilen soqulup ketkendiğin keyin Jungo'nun parxodu bilen Gretsiyanın parxodu soqulup ketip Gretsiyanın parxodu suğa çöküp ketdi. Jungo'nun parxodu paçaqlandı. Bu işi tasadüfi değil olamdı vatandaşım. Ya Jungo Şarkı denizi özünün küçünü körüstüvatıdı. Gretsiya küçük bir devlet boğallığı için Gretsiyanı közgilmeyivatılar. Bu vakani kasten Jungo peyda qilgan bo'ladi. Parxod soqulup ketkendiğin keyin Yaponiya qoğdunuş kısımları derhal aeroplanı harbiy parxod avatib Jungo bilikçilerini qutqazıp qaldı. Jungo rahmet aytgandan keyin biroq burayınlık harbiy hareketini herkes boşaştırmadı Jungo. Jungo'nun mülazimetçi parxodları 13 günü burayın su yüzü kirdi. Bu hal zor derecede harbiy hareketten yetip keladiganligidan bishoratlar. Yaponiya Zakzak torbeti 13. günü xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo Senkaku arali suv yuzini egallash g'arzi intayin aniq. Jungo'nun Senkaku arali suv yuzini egallash g'arzi intayin aniq. 11. günü Jungo bilikçi kemileri Gretsiya parxodu bilen soqulup ketkendiğin keyin Yaponiyanın deniz qoğdunuş kısımları Jungo bilikçilerini qutquzib qaldı. Yaponiya Tashqi ishlar ministerligi bu ishni Jungo'ga uqtirgandan keyin Jungo'nun Tashqi ishlar ministerligi shu ish munosabati bilan Yaponiyaga rahmat dedi. Özünün bilikçilerini özü qutqizolmagan Jungo 13 günü Senkaku arali suv yuziga kirdi. Bu tashqari dünyada oğul balıçılık bolmay qal. Senin bilikçi kemelerin suğa çöküp ketivatıdı. Yaponiya qutqazdı 11. günü. 13. günü Jungo'nun mülazimetçi parxodları Senkaku atrafıga aralı deniz atrafı su yüzüge yetip geldi. Demek bu yaxşılık yamanlık qıldı. Şun bu xalqara jamiyatda oğul balıçılık bundaq bolmaydı. Jungo'nun qadimki zaman tarixida hazırgacha agar tarixi bor desa Jungo'da bu oğul baldak bir adam chiqqanmi deb efendiler. Oylab ko'ringlarchi. Bir Loşun efendi deymiz oğul baldak edi. İkincisi bir muzikant Nier deymiz o mu bo'latdi? Üçüncüsü Wang Jingmi deymiz o mu bo'latdi? Ondan başqa Jungo'dan oğul balchilik qiladigan adam chiqqanmi deb efendiler. Jungo'nun bu hareketi yaxşılık qilganga yamanlık qilish hareketi bo'lib qoldi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Jungo Janubiy dengizda da'voda yengilgandan keyin başta so'zlab o'tdik-ku. Senkaku orollari atrofidagi harakatni kuchaytirdi. Beijing buning uchun 300 dona bilikçi kemini ishga soldi. Xalq askarlarini chiqardi. Voqeaning taraqqiyoti ko'rsatdiki, deydi xabarda. Bu ish noqol xiris qilishli emas. Voqea dal amaliyotki harbiy harakatga taraqqiy qilyapti. Amerika Janubiy dengizga aloqador davlatlar, Filippin va Vyetnam qatorliq davlatlar Jungo'nun Janubiy dengiz ve Sharqi dengizdagi harakatlariga zo'r ko'lamda norozilik ifodalagandan keyin diplomatiya sohasida tinchlikni yaqlab kelayotgan Yaponiya tanqid kuchirdi. Demak, Jungo ig'vogarchilik qilyapti, Yaponiya passivlik qilyapti deb tanqid kuchirdi. Diplomatiya bilan davlat manfaati bir-biriga chambarchas bog'langan bo'ladi efendiler. Qarşılaşqan iki tarafning amaliy kuchining barobarsizligi o'xshamagan natijalarni paydo qildi. Odatda diplomatik faoliyatning kaynida qudratli harbiy kuch bo'lishi kerak. Shu vaqtda o diplomatiya. Ikkinchidan diplomatik faoliyatning kaynida qudratli, samimiy, sadoqatli
ve ahlak qilish kerak. Anda o diplomatiya bo'ladi. Shu vaqtla anda onun natijasi farklı. Lekin farklı diplomatiya sohasi natija farklı bo'ldi. Masalan, muttahamning diplomatiyasi bo'ladi. Yaxshining diplomatiyasi bo'ldi. Biz yuqori so'zlab o'tdik. Demokratiya bilan mustabidizm o'rtasidagi elishish bu Yaponiya bilan Jungo o'rtasidagi tirkishishning natijasi va yakuni bo'ladi dedik. Müşyadimi? Ahlak bilan ahlaksizlik o'rtasidagi diplomatik faaliyetler cho'qim farqsiz natijaga erishadi. Yaponiyaliklar sen bir qadam yo'l qo'ysang, raqibing bir qadam ilgirlaydi deganni tushunmaydi. Yaponiyaliklar qaraganda hozir diplomatiya sohasida yo'l qo'ysam, Xitoymi yo'l qo'yamdikin deydiganlar dallacha. Hissiyat bosqichida turib, fikr qilib o'zini shunday hisoblayapti. Yoki bu rayondagi vaziyatni shunday yumshatmoqchi bo'lyapti. Masalan, men bir qadam yo'l qo'ysam, Jungo'liqim bir qadam yo'l qo'ydi. Neden bo'lma Yaponiya? Ben Yaponiyani to'liq tushunadigan, Yaponiya Jungo'liqni to'liq tushunadigan millat degan edim. Bugun bu xabardan qaraganda men xatolashgandek turman. Endi Amerikaliklar bek sodiqlidi ekan, bu demokratik jamiyat yashagan odamlarning quvlashib ketgan, hilgarlashib ketgan kompartiyadek Jungo'liqlarni tushunishini aytib yuzaki bo'ladi ekan. Yani Yaponiya to'liq tushundisam, hozir Yaponiyami men bir qadam yo'l qo'ysam, Jungo'liqlar bir qadam yo'l qo'ydi degan bo'lsa, bu kichik bolaning xiyoli, ham xiyoli bo'lib qoladi. Jungo'liq yo'l qo'ydigan millat emas. Faqat Jungo'liqning yo'l qo'ydigan vaqtda qachon desanglar, Yaponiya diplomatlari bilib olinglarki, to'mishqi bir mushtakka vaqtda andin Jungo'liqlar yo'l qo'ydi. Ajoyib yo'l qo'ydi. Ajoyib yo'l qo'ydi. Davamlaşmakta, tushunmaydi. Şunlaşqa Yaponiya diplomatiyasi mushunda qiyin ahvol ichida davamlaşmakta. Növbəti Yaponiyanın tashqi ishlar ministri Tian Wen-shun Jungoni Janubiy dengizi harbiylashtirish deb norozilik bildirganda, Beijing bundaq norozilikqa Yaponiyaning norozilik bildirishi pisand qilmadi. Növbəti Beijingning tahdidi Yaponiyaning bosog'isiga yetib keldi. Yaponiya Senkaku arlığı ilgilik huquq yürgüzüdü. Növbətki ağır vəziyyətli Yaponiya qoğdunuş qismləri əvətib Senkaku aralığını qoğdağandalar tazı muvaffaq boladı deydi xəbərdə. Yaki vəziyyət müşündaq buluversə, Yaponiya qismləri qoğdunuş qismləri Senkaku aralığı berib oruluşudu və Senkaku aralığını qoğdaydı. Onun deyin ki, anden bu muvafık bulunur. Vəziyyət qandaq özgürdü şu vaxtı görümüzdeydi. Yaponiyaliklərə, Shinzo abi efendim, tinchlik degan yerdə, əlbəttə tinchlik bu insaniyyətin arzusu. İnsaniyyət təşəbbüs qıladigan bir xil cəmiyyət şəkli. Biroq Yaponiya xalqi şunu bilishinglar kerak ki, tinchlik chaqiriq bilan keladigan narsa emas. Agar bir taraf ojiz, bir taraf kuchlik bo'ladigan bo'lsa, mangu tinchlik bo'lmaydi. Birovni birov bozak qilgan yerda mangu tinchlik bo'lmaydi. Bozakni bozak qilgan yerda mangu tinchlik bo'lmaydi. Onunga tinchlikda faqra verishning o'zi bu odam aldaydigan shu arg'ayilib qoldi. Bugun hozir Jungoning qilayotgani bilan Yaponiyaning yo'l qo'yayotganini solishtirsak nima? Hozir Jungo Yaponiyani bozak qilyapti degan gap. Yaponiya bozak bo'lyapti degan gap. Shunga xalqaro jamiyatda buni tanqid qilyapti ba'zida. Yani inkas qaytirish kelgan, inkas qaytirish kerak. 20 qatimdan ortiq diplomatik norozilik bildirib sen Jungo buning pisand qilmasa, endi tanlab oldigan yo'ling nima bo'ladi Yaponiya? Yaponiyaning tinchlikni tashabbus qilishini, muqimlikni tashabbus qilishini, tinchlik taraqqiyotni qo'lga keltirishni va davlatlararo munosabatni tinchlik momentida saqlashini qo'llaymiz. Dunyo qo'llaydi. Endi sen tinchlik uchun bijondilik bilan kuch chiqarsan, tinchlikni bijondilik bilan qo'g'disang, agar qarshi taraf Jungodak bir davlat bu tinchlikni qo'g'dashni pisand qilmasa yoki nazarga olmasa, o vaqtda nima ish sodir bo'ladi? Yaponiyalik arboblar, siyosiyonlar o'ylab ko'ringlarchi. Bizning bu sadolarimiz sizlarga yetib boramdi, bormamdi bilmaymiz. Lekin o'ylab ko'ringlar, Yaponiya bu hozir Xitoy haddidan ziyoda bo'lsa, Janubiy dengizni chekinib kelgan Sharqiy dengizni haddidan ziyoda novchilik qilyapti. 9-oyda ta Hangzhouda Jungoning Hangzhou shahrida 20 davlat yig'ini ochiladi. Mush yig'in ochilishdan oldida turib, Jungo mushuna qilgan bo'lsa, haqiqatan qaltis jo'nab ketgan Jungo bo'ladi bu.
Yani yakından beri Cumhur'un içki alametleri karga vaktinin buzul 5. ayda bizden Uyguristan'da 5 nefer tor başkurguç, tor makale yazgıcı Uygur yaşlarını kol kaldı. Bular kimning de degine de kele qosak vaqti Uygur ziyolilarning degine de Cumhur'un kanunu bilan meselel qilibmiz. Kötek kaşını pegadini. Cumhur'un nima kanunu varken sen asaslanıp meselel qiladigan? Nima kanunu varken Cumhur'un sen asaslanadigan? Yak şu asaslanganing bo'yicha sening degining bo'yicha şu qonun bo'yicha sen ish qilib turadigan qaysi Cumhurlik varken ave? Qosak vaqti Cumhur'un kanuniga asoslanib meselel qilib. Bu fursatparastning shuari bu. Fursatparastning shuari bu. Cumhur'da kanun yok. Lekin 5 nefer ziyoli hergiz ularga sen qonun bilan hal qilmoqchi degan so'zni bu 5 nefer ziyoliga ortma. Ular oqko'ngil odamlar, sodda odamlar. Ular mush ish mushundaq bo'lish kerak deb qaragan odamlar. Lekin ular hech qachon bir parcha maqola yozib hukumatga yoki boshqa ishlarga norozilik bildirgan emas. Ular faqat Xitoy tilida nashr qilinayotgan, ijtimoiylashgan, siyosiylashgan maqolalarni tarjima qilib, Uyg'ur tilida tor betlariga qo'yadi. Buni nima yaman? Masalan, Xitoy yozadi, uni Uyg'ur tarjima qilib qo'ysimi? Buning o'zimi jinoyatmi? Masalan, sen mana o'qtadan kuzatsan. Uningdan keyin hozir Beijing tarafda ishki Xitoyda nima bo'layotdi? Advokatlarni qo'l qilib, advokatlarni kesim e'lon qilish. Davlatni og'dirg'uchi unda bundaq degan bahona bilan kesim e'lon qilish boshlandi. Mushlarning hammasi nima? Bu xuddi hozir 37-yildagi Torbetda o'xshatdiki, 37-Stalin qandaq tozalash elib borgan bo'lsa, hozir Gongchandan kompartiyasi Cumhurning ichki qismini shundaq tozalash elib beryapti. Maqsad nima? Men o'ylaymanki, Sharq dengizning vaziyati, Janubiy dengizning vaziyati shundaqla bo'lgan bo'lsa, hozir Xitoy hukumati bir tavakkilchi